Ma'lum bir telefonlar uchun YouTube o'z vazifasini bajarib bo'ldi. YouTube ularda ishlamay qoldi ba'zi bir telefonlarda. Endi nima bo'ladi? YouTube endi ishlamaydimi? Yo'q, ishlaydi. Men hozirda dasturni ko'rsataman. O'sha dasturni telefonlarga ustanovka qilsalaring, YouTube yana asliga qaytib, yana ishlashda davom etadi. Buning uchun videoga bir dona like, podpiska va bu videoni foydali bo'lgani uchun eng yaqin do'stingizga, shunaqa YouTube ishlamay yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Men sizlarga hozir YouTube'da ishlashda ko'rsataman. Usta X sizlar bilan bosdik. Demay boshladik. Qaranglar, Telegramda oqtaramiz media ikkita a qilib turib, pastki chiziqcha X qilamiz. Mana kanalim chiqib keladi, mana media X. Shunga kiramiz. Kirsak, o'zi bir dona endi yangi ochilgan kanal. Obuna bo'lib qo'ying. Bundan qiziqarli videolar zo'r bo'ladi. YouTube by Anini ustanovka qilamiz. Ustanovka qilishda telefoningizda ekran parolini ozgincha vaqt olib turing, chunki YouTube ustanovka bo'lmaydi. Ekran parolni olib turib, YouTube'da ustanovka qilamiz. O'rnatib bo'lgandan keyin yana qaytarib qo'yaverasiz. Mana YouTube ustanovka qildi. Ochamiz. Ochib endi buni ishlatib ko'ramiz. Yangi boshlash